Battinda aksiya. Oka, kimdir sizga sifatli kurtkalar doim qimmat bo'ladi deyotgan bo'lsa, men bu aksiyadagi kurtkalarni bitta ko'rsin. Oka, plashovka deysizmi, ekokoja deysizmi, ikkalasidan ham topasiz. Keyin har xil. Yoqasi mo'ynali, qo'llari ham bunaqa rezinaviy variantlarda. Aniq bilaman, shularning orasida sizni didingizga mos keladigani ham точно topiladi. Ichlari sifatli, xala fiberli. Keyin ichidagi qarang, mana astarlarni mexliligini oka. O'zingiz ham o'sha tasavvur qildingiz, to'g'rimi? Qanaqa issiqqina yurishingizni. Narxini taxmin qilib ko'ring-chi. Yo'q, baribir topa olmadingiz. Keling, o'zim ayta qolaman. Aksiyada bor yo'g'i 1,900 so'm. Hozir men aytadigan narxga bu oyoq kiyimlarni boshqa hech qayerdan topa olmaysiz. Chunki даже o'zimizda ham 250-300 mingdan sotilgan bu oyoq kiyimlar. Yengil va umuman zax o'tkazmaydigan podoshvadan ishlangan. Ustilari mamlaqa to'liq koja yoki mamlaqa zamish bilan kombinatsiya qilingan variantlari bor oka. Bularning eng zo'r tomoni universalligida, ya'ni любой obrazlaringiz bilan taqqol bo'lib tushib ketaveradi. Narxi bo'lsa aksiyada bor yo'g'i 1,900 so'm. Faqatgina Battinda bunaqa narxga eng sifatli oyoq kiyimlarni topa olasiz. Aksiyamiz 28-noyabrdan 2-dekabrgacha Battinning barcha filiallarida bo'lib o'tadi. Battin, sifatli kiyim qimmat degani emas.